Assalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlarim. Dunyoda ikki xil insonlar bor. Bir turdagi insonlar g'urursiz, vijdonsiz insonlar. Faqat o'z nafsi uchun, moddiy narsalar uchun yashaydigan insonlar. Yana bir xil turdagi insonlar vijdonli, g'ururli, iffatlik insonlar. O'z ruhiyatini, ma'naviyatini qimmatlik biladigan, qadrlaydigan insonlar. Aslida tarixdan beri musulmonlar o'z ruhiyatini, fikrini ve adalet qarashini nihoyatda qadrlaydigan vijdonli, g'ururli kishilar edi. Ammo bugun musulmonlar orasida vijdonsiz, g'urursiz insonlar nihoyatda ko'payib ketyapti. Moddiy narsalar uchun o'z ruhiyatini, ma'naviyatini, haq va botil tushunchisini setib, dunyoda yaxshi, rohat, farog'atda yashash uchun insonlik, milliyatchilik yoki diniy ko'z qarashlarni bir yoqqa qayrib qo'ydigan, o'z hayotini go'zallashtirish uchun, o'zi rozi bo'ladigan, o'zining nafsini qondirish uchun dinni, milliy kimligini, insonligini o'zining nafsiga muvofiq shaklda baholab, shu bo'yicha epmag'an holat ko'payib ketdi. Biz Sharqi Turkistonliklar ichida hozirgi vaziyatning o'zidimi xalqimiz, urug' tuqqanlarimiz, ota-onalarimiz, qo'lim-qo'shni do'st-yoranlarimiz mana shundoq dunyodagi insonlar ko'rib baxmagan, hatto hayvonlarga uchrab baxmagan bir xo'rliqda yashayotgan vaqtda ochlik, zulm, qirg'inchilik bir insonda bo'lishga tegishlik hurlik, izzat, obro'y hammasi dafsanda bo'layotgan. Olamlarning parvardigori ulug' Robbimiz, payg'ambarimiz va Qur'oni Karimimiz, islomimiz dafsanda bo'layotgan. Bizning qarindoshlarimiz, musulmon xalqimiz, bizning insonlarimiz o'z vatanimizda texi onalarining qo'rsiqidan dunyoga ko'z ochmay turib qirg'in qilinayotgan. O'z ona tilimizda xotirjam so'zlay olmayotgan. O'z milliy kimligimizni qo'g'day olmayotgan, har xil harom narsalarni yeyishga zo'rlanayotgan. Halol harom deb ayirmaysan, musulmon kafir deb ayirmaysan, Uyg'ur va Xitoy deb ayirmaysan. Biz nimani so'zlar desak, shu xil shaklda so'zlaysan. Uyda o'lta desak, oylarcha uyda o'ltirsan. Biz nimani xiyol qil desak, shuni xiyol qilasan. Sening zehningni men kontrol qilaman deb zehnlarimizdan tortib, tuproqlarimizgacha, mol-mulkimizgacha, izzat, obro'yimizgacha barliq haq-huquqlarimizdan mahrum qolgan, mana mushundaq xorliqda va ig'ir kunlarda qilayotgan vaqtda o'z nafsini qondirish uchun, dunyoda yaxshiroq yashalish uchun, bir atal uy yoki mashina elish uchun osmon o'rilib tushsa, ostida manti yeydigan vatanimiz, xalqimiz, musulmonligimiz, insonligimiz bir xiyolga kirib chiqmayotgan insonlar. O'zimizdan bo'lgan Uyg'ur va musulmon bo'lgan kishilardan Xitoy bilan xotirjam munosabat qilayotgan, Xitoyning mahsulotlarini ilib ketayotgan, Xitoyga qarshi ilib berilayotgan norozilik faoliyatlarga, jamoatlarga hech aralashmaydigan, xiyolga kirib chiqmaydigan insonlar. Jamoatlarimizni, shaxslarimizni, ahli ulamolarimizni haqorat qilishni o'ziga kasb qilib olgan. Yana bir tarafdan to'polangdan to'g'ach o'g'irlab, necha qatimlab xalqimizga Uyg'ur mahallasi qurish va'dasini berganlar. 10 ming kishilik imzo to'plash orqali xalqaro Sharqi Turkiston mustaqilligini amalga oshirish uchun cho'ng ishlarni, cho'ng natijalarni qo'lga keltiramiz deb va'da berganlar. Dushmanimiz Xitoy tajovuzchilarining mana mushundaq vahshiylashib ketgan, eng ichinish kunlarni yashayotgan vaqtimizda Xitoyga qarshi amaliy zarba beramiz deb zarba bermaganlar. Bularda qanchalik vijdon g'urur bor? Dushmanimiz Xitoy tajovuzchilariga qarshi imkoniyatining yetishicha ba'zi xatoliklari bo'lsa-mu, ba'zi kamchiliklari bo'lsa-mu, o'ziga loyiq shaklda o'z imkoniyatidan foydalanib turib, muntazam sistemli xizmat qilayotgan, xalqaro tanilgan, xalqaro so'zi o'tgan, xalqaro e'tirof qilgan, o'zimizdan bo'lgan, biz bilan bir safda bo'lgan bir tashkilotni butunlay yo'q qilib o'tish uchun imzo atgan 15 ming kishi, 15 ming qarindoshimiz, 15 ming Sharqi Turkistonlik nima uchun Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyatiga qarshi mustaqillikni talab qilamiz degan holatda 15 ming kishilik bir namoyish ilib berilmaydi. Yoki bo'lmasa shu 15 ming kishidan eng bo'lmagandimi 3 dan birsi, ya'ni 15 ming kishidan eng az 5 ming kishi bir tashkilotga yig'ilish orqali yoki yana bir tashkilot qurish orqali yoki shu imzo etish faoliyatini boshlatgan kishiga agishish orqali, endi shu 10 ming imzo orqali tamoman yo'q tashlab o'tilmoqchi bo'lgan tashkilotning o'rniga 5 ming kishilik bir guruh hosil bo'lib, muntazam sistemli xizmat qilgan bo'lsa, shu tashkilot qilinmaganda qilgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi? Agar shu kishilarda
Shu qarindoshlarımizda haqiqiy iroda, jasorat va bedel to'lash ruhi bo'lsa, o'z ruhiyati uchun, adolati uchun, vatan xalq uchun kuch chiqara oladigan, o'z vaqtini sarf qila oladigan, hayoti bo'yicha muntazam xizmat qilishga rozi bo'lgan kishilar bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi. Ammo undaq bo'lmadi. Bo'lmaydi. Chunki samimiyat, zihniyat ve bedel to'lash ruhi kemçil. Chunki ma'naviy narsalarga qaragan chog'da moddiy narsalarning qimmati yuqorilab ketgan. Chunki ruhiyatimiz, ma'naviyatimiz islomimiz uchun, vatan xalqimiz uchun moddiyatimizdan voz kechib, o'z kuchimizni, vaqtimizni, imkoniyatimizni va mol-mulkimizni chiqarib turib, davomli tajovuzchi Xitoyga qarshi turib xizmat qilish uncha oson emas. Bularning hammasi bedel to'lashni talab qiladi. Kuch chiqarishni, vaqt sarf qilishni talab qiladi. Faqat bir imzo etib qo'yish bo'lsa, hech nima talab qilmaydi. Shuning uchun hech nima talab qilmaganligi uchun bu imzoning oqibatini, mening atgan imzoyimga qanday natijalar qo'lga keldi? Bizga imzo atqizgan edingiz, nurg'un va'dalarni bergan edingiz. Bular amalga oshdimi? Uyg'urlarga qanchalik manfaat yetkazdi yoki xalqaro qanday ta'sirlarni paydo qildi degan savolni qo'yishmi kerak tuyulmaydi. Agar siz shu ish uchun bir oy vaqtingizni chiqargan bo'lsangiz yoki mol mulkingizni sarf qilgan bo'lsangiz, buning hisobini chuqur so'raydingiz. Yillardan beri ba'zi kishilarning yolg'on va'dalari xalqni aldab kelgan bo'lsa-mu, xalqimiz tarafdan hisob so'ralmaganligi uchun davomli shaklda aldamchilik, yolg'onchilik va saxta qiziq nuqtalar yaratilib keldi. Bu yolg'on va'dalar va saxta g'albalar faqat biz Sharqiy Turkistonliklarga ziyon olib keldi. Ruhiyatimizni sundirib, umidimizni ojizlashtirdi. Nurg'unlagan kishilar o'zaro bir-birimizdan yomonlaydigan, bir-birimizni tushunmaydigan, ishonmaydigan holatlar shakllandi. Hozirgi zamonimizda va jamiyatimizda g'ururi nihoyatda ojiz, jasoratsiz insonlar ko'payib ketgachga o'z tilimizni yaratmaydigan, boshqalarning tilida o'zimizni rohat ifodalaydigandek his qilib, assimilyatsiya bo'lib, turib tugishib ketayotgan. Yana ba'zilarimiz o'zimizning dinini almashtirish orqali, xristian bo'lish orqali o'zimizning ruhini tasalli topqizgan. Yana bir qism yoshlarimiz bo'lsa, o'zini zaharli chekimlikka, aysh ishlatga berish orqali o'zini rohatlantirishga tirishadigan. O'z orzu-g'oyalarimizni, niyat maqsadlarimizni boshqalarning amalga oshirib berishi uchun, biror davlatning yordam qilib bizni qutqizilishi uchun butun umidimizni ularga bog'lab etish orqali o'zimizni unutib qoladigan, nimalarni qila oladiganligimizni, qilishimiz kerakligini o'ylashmaydigan, bu xil churib ketish, to'zib ketish, yo'qib ketish xatiri oldida bizga teximiz ziyonlarni olib kelmoqda. O'z g'oya nishonimiz uchun izdinish, kimning xato qilayotganligi, kimning to'g'ri qilayotganligini farq etolmaslik, orzuyimiz, g'oyamiz bo'lgan bu yo'lda hamma narsamizni, mol-mulkimizni, kuchimizni, vaqtimizni, hayotimizni fido qilmoqchi bo'lgan Sharqiy Turkistonning mustaqillik maydonida kurash qilayotgan jamoat va tashkilotlarning ishidan haqiqiy to'g'ri qilayotgan, samimiy, diginiga amal qilayotgan, bergan va'dasiga vafo qilayotgan, ummatga va millatga hech qanday xiyonat qilmagan tashkilotlarni farq etishda loyiqida izlanmayotgan, ular bilan hamkorlashishga qiziqmayotgan, garchi o'zi rozi bo'lg'idek yoki o'zining tushunchasiga uyg'un shakldaroq ketayotgan tashkilotlarni his qilganda ko'rinsimi, ular bilan aralashishga, munosabat va suhbat qilishga qiziqmayotgan. Faqat bulding pushqoqlarda xiyol surish va baho berish bilan vaqtini, hayotini o'tkazib bo'lgan qarindoshlarimni o'z vijdon va g'ururini taroziga sapqishini umid qilaman. Ko'nlar vaqt degan atgan o'q deb ekan. Bizning vaqtimiz o'tib ketyapti. Ammo hargiz qaytib kelmaydi. Biz vaqtimizni nimaga sarf qilyapmiz? Qaysi arzimas ishlarga sarf qilyapmiz? O'tib ketgan vaqtimizdan, mayli vatandagi vaqtimiz bo'lsin, chet elga chiqqandagi vaqtimiz bo'lsin, vaqtlarimizdan tajriba, savoq yakunlab, kashki ma ishlarni qilib olsam-chu degan bo'lsak, buningdan yakunlangan yakun orqali bugun chuqur buningdan foydalanishimiz kerak. Va atiki qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni buning qarta planlashimiz kerak. Turmush halakchiligi bilan hayot kechirish uchun, xizmat uchun vaqtingiz ketib qolgan bo'lsa, buningga majbur bo'lsangiz, hech qanday ish qilolmayotgan bo'lsangiz, o'zingiz loyiqli shaklda boshqalar bilan suhbat qilish orqali yaxshi ishlarni qilayotgan, tajovuzchilarga qarshi samimiy va sadoqatmandlik bilan xizmat qilayotgan yaxshi qarindoshlaringiz bilan, yaxshi jamoatlar bilan to'xtamasdan suhbat qilish orqali, tanishish orqali, tushunish orqali kelgusida birlikda cho'ng g'alabalarni qo'lga keltirish uchun bir ko'riklik yo'lni barpo qilishimiz kerak. O'zingizda mavjud bo'lgan fikrlarning texmi yengilnishi, texmi to'g'rilanishi uchun harakat qilmasangiz, bu hayot mana shundaqla o'tib ketadi. Agar biz hayotimizni, vaqtimizni nima ish ustida sarf qilgan bo'lsak, shu ish ustida o'lib ketamiz. Qaysi ish ustida, qaysi ishlarni qilish bilan vaqtimizni o'tkazib,
Ölüp ketken bolsak, ahirette şu xil şekilde Allah'ın dergahida tirilimiz. Bu Allah'ın sözü ve Allah haqning sözü geçidir. Şunun için imkaniyatimizning yetişçe vaqtimizni yaxshi yo'llarga sarf qilishga tirishaylik. Vaqtimizni yaxshi yo'llarga sarf qilsak, şu yaxshi yo'llarning ustida o'limiz ve şu yaxshi yo'llarning ustida Allah'ning oldida yo'ruq yuzimiz bilan tirilimiz. Allah subhanahu va taolo hammamizga g'urur, vijdon, jasorat, adolat ruhi, ma'naviy ruh ato qilsin. Moddiy narsalar uchun hayotimizni sarf qilib o'tadigan nodonlardan qilib qo'ymasin. Alloh subhanahu va taolo qo'rqinchoqlikdan panohlik bersin. Bexillikdan panohlik bersin. Riyo va kibrdan panohlik bersin. Barliq qarindoshlarim yaxshi duolarda eslashib turaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Allohga emanet.